Assalomu alaykum hammaga. Bizlar Bog'ot tumani Qulon-Qorabog'da, Qulon-Qorabog' mahallasi Umidbaxsh ko'chasi 31-uyda Qahramon og'aning uyidamiz. Bu uyimiz tushuntirib o'tadigan bo'lsam, lokatsiyasini kelib ko'radiganlar uchun, bunda yonboshida ko'l bor, zakashib o'tgan, keyin bunda to'yxona bor. To'yxonaning yonidan to'g'ri ko'pirdan kirib kelaveradi. Bu uyimizda ham ko'mirdan atab yana o'tirib berdik. Bu joyga ketgan hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. Ortgan materiallardan yüklab, Xudo xolasa tayyorladik. Uyimiz общий 13 tochka bo'ldi. 11 yere batareya qo'yildi. 32'likimiz 22,5 metr, 25'likimiz 88 metr, 20'likimiz 27 metr işletib berganmiz. Katyolumuz 4 kitaplı. Yoqib berganimizda 1,5 soatdan o'tdi. 60 gradus tuttu. Nasozlarni ham qo'yib, samotyok ishlash uchun kraniklarni ham qo'yib berganmiz. Nasozlarni hali qo'shmadik, samotyok ishlab turibdi. Keyin yonboshina qo'shimcha ten ham qo'yganmiz, so'nishni ulash uchun. Xudo xolasa, mo'rimiz 114lik bo'ldi, 5 metr bo'ldi. Turbalarimiz hammasi 2,5lik stenkada. Bu uyimizda общий 160 bölge batareya ketdi. O'zida 10 bölge bo'lgan. Biza 149 bölge ekib yana ham qo'yib berganmiz. Hammasini 90 gradus bo'kib, rezervuarni yonib, 20lik Amerikan gel, latun, rossiyskiy kraniklarimizdan qo'yib ishlatib berganmiz. Batareyamiz 580 da baytlar. Bu koridorimiz 15 lat qo'yib berdik. Bu birinchi tochkamiz. Keyin bu yerda kuxnyamizda o'zini batareyasini ishlatib berganmiz. Keyin banyalarimizni birisini 7li, razvalkasini, bu yoqdan 8li deb 2 kere tashlab berdik. Spalnilarimiz bu sal kattaroq zalimiz ekan. Pasi balandib podacha obratga o'tgani uchun berimizni 15 latib qo'yib berdik. Joyimiz balandligi 3,5 metr, 330, 180 kvadrat yer atablini o'tirib berganmiz. Podacha obratga turbalarimizni devordan ochib, 3,5 sm, yaparaylarında 4 sm açib berganmiz. Remont tayyorlab. Keyin oboy bo'g'aylarni döşib ishlaganimiz hammasi turbaning razmerida. Ko'p 1-2 döşiklar o'zini avvalgi ko'na döşiklardan to'g'ri keldi, shuning uchun sal guruhi bo'lib ketgan yerlar ham bor. Lekin iloji boricha qo'ldan kelgancha chiroyli akkuratni etib ishlab berishga harakat etganmiz. Bu 4-chi batareyamiz. Bu yana bir spalnyamiz. Bu yerimizdan 15 lat birini qo'yib berganmiz. Bu yana spalnyaning arka tarafı. Banımız dejandan chiqib ketgan obratiyasi. Podacha döşiklarimiz. Bir yoshi döşikimiz avvalgi döşiklardan to'g'ri ketgan. Bu 6-chi batareyamiz. Pontenni o'tganlarni ham shunday deb akkuratni döşib, turbaning razmerida. Dalanımıza 18 dan 2 yere qo'yib berganmiz. Changi spalnilarimiz katyoldan uzoqroq yerlarni 17 latib 2 yere tashlab berdik. Bu dalandagi 2-chi batareyamiz. Dejanimizda 60 gradus ko'rsatib turadi. Betlarimiz 55,5 gradus var tuttu. Ramazan 53,5, 53,4. Yani 70'e çıkıyordu. Birimiz zalımız. Bir 20 lat bir yere koyup verdik.
Bundan 52 8 53 gradus var tuttu. Size görüp boraverasizlar ki, mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiraman, bog'lanaverasizlar. Kanalimiz rozi uchun like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir ota binolarni o'tirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.